Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Uberlik kompaniyasida ishlab chiqariladigan Magniy B6 biodobavka haqida, biologik aktiv qo'shimcha haqida gaplashib o'tamiz. Agar sizda surunkali charchoq, muskularingizda sudirgilar bo'layotgan bo'lsa, uyqu, behalovat bo'layotgan bo'lsa va shunga o'xshash holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, unda sizda magniy yetishmovchiligi mavjud. Magniy shunaqangi mahsulotki, u 300 dan ortiq biokimik reaksiyalarda ishtirok etadi tanamizda. Uni yetishmovchiligi bizda ko'pgina holatlarga sabab bo'ladi. Yurak tez urib ketishi, uyqu yaxshi emasligi, sudirgilar, undan tashqari arterial daveniyani ko'tarilishi, bolalarda esa eslab qola olmaslik, yaxshi uxlamaslik, kechqurun bezovta bo'lib uxlashi, mana shu barcha ko'rsatmalar aynan magniy yetishmovchiligida kelib chiqadi. Homiladorlarda esa matkada tonusni keltiradi, hattoki bola tushish xavfiga ham olib keladi. Shuning uchun sizda tanangizda agar magniy yetishmovchiligini his qilayotgan bo'lsangiz, uni darruvgina aynan mana shunaqa biologik aktiv qo'shimchalar bilan to'ldirishingiz ma'qul deb hisoblayman. Magniyni siz ichib borganingizda hujayralaringiz energiyaga to'ladi. Bilasizki, energiyaga to'lgan hujayralar organlarda o'z ish faoliyatini to'liq yaxshi olib boradi va bu sizning sog'lomligingizga katta hissa qo'shadi. Uberlik kompaniyasining mana shu ajoyib Magniy B6 mahsuloti ham bolalarga 3 yoshdan boshlab, ham homiladorlarga, ham emizikli ayollarimizga ham to'g'ri keladigan mahsulot hisoblanadi. Faqatgina bolalarga 3 yoshdan 7 yoshgacha 1 choy qoshiqdan, 7 yoshdan 14 yoshgacha 2 choy qoshiqdan, homilador ayollarimiz esa va emiziklilar 1 choy qoshiqdan ichishligi kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bolalaringlarning sog'lomligi, o'zingizlarning sog'lomligingiz hamda homilador qiz yoki kelininglarning sog'lomligiga siz befarq bo'lmaysiz. Ularni aynan sog'lomligi sizni kelajagingizda navarangiz hamda oila a'zolaringizning sog'lom bo'lishiga olib keladi. Tavsiya qilaman, Uberlik kompaniyasidagi mana shu Magniy B6 ni oilaviy barchangiz ichib sog'lom ko'rinishda qoling.